Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Taala'ga pak hamdu sana ve süymlük Peygamberimiz, yolbaşçımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durut salamlarımızı yollagan ekin. Qadirli qarindoshlar, har qatim anlatıp kelayotgan farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz mavzuliq kitobni anlatishni yana davomlashtiramiz kelgan yerimizdan boshlab inshaalloh bugungi 4-sonimizda tarbiyachida bo'lishga tegishli sifatlar mavzusidan boshlab sunamiz. Bu bobda inshaalloh ixlos, taqvolik, ilm, mas'uliyatchanlik, chidamchanlik va marhamatlik bo'lish, mehr shafqat va sevgi muhabbat, Allah Teala'ga yöneliş qadarlıq mavzular sözlündü. İnşallah Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'dan okuğanlarımız, anlığanlarımızga amel qilish nimetini ata qilishni tövençilik bilen soraymiz. Kitap abduri qarindoshimiz Muhammed Yusuf, mikrofon oldida qarindoshinglar Abdullah Yalqun. Tarbiyachida bo'lishga tegishli sifatlar. Tarbiyachida bo'lishga tegishli sifatlarni tunishdan avval birov o'zida bo'lmaganni hech kimga berilmaydi deydigan aqliy qoidani unutmasligimiz kerakki, ota yoki ona yoki muallim yoki qandoqli bir tarbiyachi o'zi axloqli bo'lmasa, u hech kimni axloqli qila olmaydi. Chunki ular o'zlarida bo'lmagan axloqni hech kimga berolmaydi. Shunga har qanday bir ota-ona yoki muallim yoki har qanday bir tarbiyachi o'zini g'albiga erishtirishga kepillik qiladigan asosli sifatlarni o'zida yetishtirishga muhtoj. Bu sifatlarning muhimlari to'g'andikicha. Birinchi, ixlos. Ixlos har bir ishni Alloh uchun xolis qilish deganlikdir. Tarbiyadagi ixlos yetarli sabablarni qilish bilan birga Alloh taolaning roziligini ko'zlab, qitirqinib, ko'ngil qo'yib ishlashni taqozo qiladi. Ana bolasini tarbiyalash yo'lida Alloh taolaga ixlos bog'lab, uningga ishonch qiladi ekan, Alloh taolo cho'qim uni tarbiya ishida g'alabaga erishtirdi. Shunga har qanday bir ota-ona yoki muallim niyatini ruslab, Alloh taolodan yordam so'rashga muhtoj. Shu vaqtda Alloh taolo uningga unumli tarbiya yo'llarini o'ng'aylashtirib beradi va madad qiladi. Inson Alloh taologa chin aqida qilish va uningdan yordam so'rash soyasida o'zida bo'lmagan moddiy va ma'naviy energiyalarga ega bo'la oladi. Doktor kasalga diagnoz qo'yishda ixlos qilsa, Alloh taolo uningga to'g'ri diagnoz qo'yishni va unumli davolashni ilhom qiladi. Advokat nohaqchilikka qarshi turish yo'lida ixlos qilsa, Alloh taolo uningga cho'qim yordam beradi. Xuddi shuningdek, ota-ona yoki muallim bolalarni tarbiyalash ishida ixlos qilsa, Alloh taolo uningga cho'qim g'alaba ato qiladi. Chunki islomda har ishning beshi ixlosdir. Odam bolasining ikki dunyolik saodati, moddiy va ma'naviyatiga kepillik qila oladigan ixlosdan bo'lak ikkinchi bir xislat yo'qdir. Har qanday bir ishda ixlos talab qilindi. Namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj qilish, ilm tahsil qilish, Qur'on tilovat qilish, yetim yesirlarga yordam qilish, halol rizq uchun ishlash qatorliq hamma ishda ixlos bog'lab ish qilish lozim. Ixlossiz qilingan amal ibodat Alloh taolaga qabul bo'lmagandek, ixlossiz qilingan tarbiyaning unumi bo'lmaydi. Xo'sh, ikkinchi taqvolik. Taqvo so'zining lug'atdagi ma'nosi saqlanish deganlik bo'lib, taqvolikning shariat istilohidagi ma'nosi haqida ulamolarning ta'riflari tuvandikicha bo'lgan. Alloh taolaga itoat qilish soyasida o'zini uning himoyasi ostiga elish. Taqvo so'zining birinchi shariat istilohidagi ma'nosi. Ikkinchisi haromdan qochish va halolni ilg'ashda intayin sezgur bo'lish degan ma'nosi bor. Uchinchi, gunoh ma'siyatlarga tushib qolmaslik uchun ehtiyotchan bo'lish. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan taqvolik haqida so'raganda, u siz tikanlik yo'ldan mengib boqqanmi deb so'ragan. Hazrati Umar ha deganda, Hazrati Ubayya yana uningdan qandoq mangdingiz deb so'ragan. Umar putumga tikan kirib ketmasin deb ehtiyotchanlik bilan mangdim deb javob bergan. Bu vaqtda Ubayya radhiyallohu anhu uningga taqvolik degan ana shundoq bo'ladi degan. Ya'ni tikanlik joydan mangan odam putumga tikan kirib ketmasin deb ehtiyotchanlik bilan menish orqali o'zini ziyon zahmatdan qo'g'digandek, taqvodor odammi hayotlik musofasida
gunoh, yomon ishlarni sodir qilib qo'yib, Alloh taolaning jazosiga uchrab qolmaslik uchun hamisha ehtiyot bilan harakat qiladi. Xo'sh, endi taqvolikning ma'nosi. Taqvolikning eng to'g'ri va ixcham ma'nosi mas'uliyatchanlikdir. Inson har ishda mas'uliyatchan bo'lib, mas'uliyat tuyg'usi ichida harakat qilgan bo'lsa, u cho'qim Alloh taolaning himoyasi ostiga kiradi. Harom ishlardan o'zini saqlaydi va jazoga uchramaydi. Chunki mas'uliyatchanlik degan qilishga tegishlikni vaqtida qilish, qilmaslikka tegishlikni qilmaslik deganni bildiradi. Mundaq odamning ko'ngli rohat, kelajakka kapolatlik va qo'rqinchlardan xotirjam bo'ladi. Xalqimizda o'zini so'ragan xonning oldiga bormabdi degan hikmat bor. Chunki o'z mas'uliyatini o'rindigan odam xalqning va Alloh taolaning oldida hech qachon aybkor bo'lmaydi. Xo'sh, endi Allohdan qo'rqish deganning ma'nosi nima? Taqvolik Alloh taoladan qo'rqish deb mutabirlandi. Qur'oni Karimda Allohdan qo'rqinglar degan oyatlar ko'p uchraydi. Hadislardami va barcha islom manbalaridami ko'p takrorlandi. Dunyoda nurg'unlagan qo'rqish turlari bor bo'lib, insonlar o'limdan qo'rqadi, qonunning jazosidan qo'rqadi, mol dunyosidan ayrilib qolishdan qo'rqadi, qaroqchidan qo'rqadi, yuz obro'yining to'kilib ketishidan qo'rqadi, o'zlariga va farzandlariga ziyon zahmat yetishidan qo'rqadi, birovning ko'nglini ranjitib qo'yishdan qo'rqadi, biror boshliqning yoki jamoatning nazaridan tushib ketishdan qo'rqadi, o'ziga yaxshilik va ato ihson qilib turayotgan kishisini ranjitib qo'yib, o'tirdagi munosabatning uzilib qolishidan qo'rqadi va hokazolar. Hatto bolalarmi ota-onasidan tayoq yeyishdan qo'rqadi, muallimning jazolashidan qo'rqadi, kichik bolalar bo'lsa qorong'udan qo'rqadi, jin alvasidan qo'rqadi, yolg'iz qolsa texmi qo'rqadi. Xo'sh, endi Allohdan qo'rqish qaysi turdagi qo'rqishga kiradi degan savol kelsa, shaksizki Allohdan qo'rqish degan o'ziga yaxshilik qilib turayotgan kishisini ranjitib qo'yib, o'tirdagi munosabatning uzilib qolishidan qo'rqishga o'xshaydigan bir qo'rqishdir. Bu turdagi qo'rqish Alloh taolaning ulug' maqomiga to'limi yarashadigan qo'rqishdir. Alloh taolaning jazosidan qo'rqishmi mushu qo'rqishning ichiga kiradi. Chunki munosabat buzilgan va ato ihson uzilgandan keyin kutiladigan narsa jazodan boshqasi bo'lmaydi. Undaq bo'lmaganda Alloh taoladan xuddi qo'rqinchliq odamdan qo'rqqandek yoki ochiq yomon odamdan qo'rqqandek yoki zolimdan qo'rqqandek qo'rqilmaydi. Chunki Alloh taolo bu sifatlarning hammasidan albatta pokdir. Aksicha, u maxluqotiga eng mehribon, eng kuyimchan va eng shafqatli zotdir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kuni payg'ambar alayhissalomning oldiga urushda asirga tushganlar keltirildi. Ularning orasida texa amchakdan ayrilmagan bolasini izlayotgan bir ayol bor edi. Ayol bolasini topdi va uni bag'riga ching bosqinicha emitishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom yendikilarga ayolni ko'rsatib turib, ulardan, ya'ni sahobalardan, bu ayolni mushu bolasini o'tqa tashlashga rozi bo'ladi desa ishonamsizlar deb so'radi. Ular yo'q, hargizmi chidab turolmaydi deyishdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga Alloh bandalariga mushu ayolning bolasiga bo'lgan shafqatidanmi bak shafqatlikdir dedi payg'ambarimiz. Bu hadis Buxoriy va Muslimda tilga olingan. Sahih Buxoriyninki 5653-nomerli hadisi, Sahih Muslimda bo'lsa 2754-hadisda tilga olingan. Xo'sh, Alloh taolo ana shunday shafqatlikdir. U bandalarini azoblashni xohlamaydi. Uning do'zaxni yaratganligi jannatning qadrini bildirish va o'ziga osiylik qilganlarni, bandalarining qinini ichgan va ularga zulm qilganlarni adablash uchundir. Tarbiyachida bo'lishga tegishli eng asosli sifat taqvolikdir. Taqvolik mangulik amallikqa va Alloh taolaning yordamiga erishishning kafolatidir. Xo'sh, endi taqvolik to'g'riliq kelgan oyat va hadislar. Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo sura Ahzobning 70-oyatida shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ya'ni ey iymon etganlar, Allohdan qo'rqinglar va to'g'ri so'zni qilinglar. Yana Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo sura Baqaraning 194-oyatida shunday deydi. Wattaqulloha wa'lamu annalloha ma'al muttaqin. Ya'ni Allohdan qo'rqinglar va bilinglarki Alloh taqvodorlar bilan billidir. Yana Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo sura Hujuratning 13-oyatida shunday deydi. Inna akramakum indallohi atqakum. Ya'ni Allohning nazarida eng hurmatlik sanildig'ininglar eng taqvodor bo'lganlaringlardir. Yana Rabbimiz sura Talaqning 2-oyatida
وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yani kimki Allah'tan korkudu iken Allah onunğa çıkış yolu beridi. Peygamber aleyhisselamdan kişilerini cennetke en köp kirgizdigan narsa nima deb so'ralganda taqvolik bilan güzel axloq deb javob bergan. Bu hadis Buxoriy va Muslimda tilga ilingan hadis. Yana Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Nada bo'lmag'in, cho'qim Alloh taologa taqvolik qilgan, yomonlikni yaxshilik bilan o'chirgan, kishilarga go'zal axloq bilan muomala qilgan." Bu Ibn Hibbanning Sahih nomli hadis to'plamining 2-tom 224 betida tilga ilingan hadis. Xo'sh, endi tarbiyachida bo'lishga tegishli sifatlarning 3-nimi ilm. Ilmning hayotdagi eng haqiqiy yo'lboshchi ekanligini talayligan donolar aytib kelmoqda. Har bir ishning o'ziga xos ilmi bo'lganidek, tarbiyaning o'ziga xos ilmi bor. Tarbiya haqida bilimi bo'lmagan odam tarbiya ishini bajara olmaydi. Tarbiyachining islom aqidasini, shariat ahkomlarini, halol harom masalalarini, islom axloqini yaxshi bilganning sirtida islom tarbiyasining prinsiplarini va usul choralarini mukammal bilishi lozim.